O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizga mehmon bo'lsangiz, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Kabatullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet markazi 20, 21 va 22-iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Dasht va cho'l hududlarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayib, 20-iyunda 20-22 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Shimol hududlarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 20 va 21-iyunda 36-41 daraja, 22-iyunda 37-42 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.